Assalomu alaykum. Hurmatli kanapechka a'zolari, inshaalloh mana sizlarning iloji bo'lsa pechkalarni yetkazib berishga maksimal harakat qilyapmiz. Kanalimiz bu yoqda mana svet qo'yib, kechasi 6 bo'lyapti mana. Endi sepishga tayyorgarlik ko'ryapti. Sizlarda savdoimiz ham ketyapti inshaalloh. Kanapechkani asosiy negativ mana. Bu yoqda hammalarimiz deyarli o'sha qo'ygan bular kraskalangan. Endi ozgina ish qolgan xolos. Bu yoqda kraska bo'lmaganlar tayyor bo'lib turibdi. Bu yoqda kraska qilinishga tayyorlab turibdi inshaalloh. Inshaalloh bu yoqda kraskaga tayyor kraska bo'lganlarimiz. Bu yoqda kraska qilishga tayyorlanayotgan pechkalarimiz bor. Mana mijozlar. Bittasi keldi mijozning xudo xolasa mana. Katta yo'lning video variantlar ketyapti. Bu yoqda ishchilarimiz o'zlari ham davom etyapti xudo xolasa. Hamma ishchilar ishlashyapti. Eshiklar yopish olgan. Yopiq ichida. Bu yerda suvatgachalarni ishlayapti, bo'lmasa. Ishlarimiz davom etadi inshaalloh. Ishlarimiz o'zimizdan o'tib. Assalomu alaykum. Olmay aka. Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Bu anası keskiga pechkalarimiz bor. İşler zimdan davom etyapti. Zakat olib ketgan pechkalarimiz endi hech qolmadi. Bu yoqda xazina qo'yamiz. Bu yoqda endi kraska to'liq bo'lmaganlari bor. To'liq bo'lganlari yo'q qolmagan. Iloji boricha hammaga o'zgartirdi. 35 ga harakat qilyapti. Katta yo'lli variantimizga inshaalloh bunday haligi mijozlar ko'pligi bo'lgan sababli 75-ga kechikyapti. Shunga bizni to'g'ri tushunasizlar. Iloji bo'lsa uni ham maksimal harakat qilyapmiz yetkazib berishga. Kimga ekonomik pechkalarimiz kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, shunga aloqaga chiqaverasizlar. Hamisha xizmatdamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Bu yoqda ishchilarimiz yuklab qaytishyapti endi.